avlodlar nazariyasi haqida gaplashamiz. Keling, barcha avlodlarni bir joyda ko'ramiz. Shunda siz ham qaysi toifadan ekanligingizni bilib olasiz. 1946-1964 avlodi. Boomerlar, sabrli, mehnatkash, texnikasiz hayotni ko'rgan insonlar. 1965-1980 X avlodi. Kasetani ortga qaytarib o'sganlar. Eski kompyuterlar davri. Texnologiya ancha rivojlanib ketdi degan gapni ko'p aytadiganlar davri. 1981-1996 millenniallar avlodi. Nokia 3310, Odnoklassniki, birinchi internet, birinchi kompyuter o'yinlari va eksport nimaligini ko'rgan insonlar. Haqiqatan ham eksport nima o'zi? 1997-2012 avlodi. Ya'ni bu biz, Z avlodi. Internet, Wi-Fi, telefon bilan katta bo'lganlar. Instagram, YouTube, TikTok biz uchun oddiy hol. 2013-2024 alfa avlodi. Planshet bilan ulg'aygan, 2 yoshida YouTubedan video scroll qilgan bolalar. Texnologiya ularning bolaligining bir qismi. 2025-2040 beta avlodi. Sun'iy intellekt, robotlar, aqlli uylar ular uchun oddiy hol. Sun'iy intellektga eng moslashgan avlod ulardirlar. Qani aytingchi, sizlar qaysi avlodsizlar?